Endi bizga Doktor Ayla Qashqari xonim Uyg'ur tilidagi ba'zi so'zlarning ijtimoiy tilshunoslik nuqtasidan tahlili degan temada leksiya so'zlab berdi. Qani sahnin marhamat. Ben aldı bilen bu bilim bilen münasebet olan ilmi bir işini uğurlaştırgan Uyghur Project Fondu'na ve bu salonu bizge işletişimizge bergen Sabahattin Zahir Üniversitesi'ne ve rehberliğe çin konumundan rahmet eyledim. Benim bugün sizlerle ortaklaştığım temam Uyghur tilideki bazı sözlerden ictimai tilşünaslık noktasının təhlili. Biz bu yerde aldı bilen ictimai tilşünaslık degan nima degan so'rovga javob beramiz. Onundaki bu fanning Uyg'urlarning mustamlik qilingan hayoti bilan qanday munosabati bor, nemishqa yozma manbalarda milliy mustaqillik ko'rishimizni 3 viloyat inqilobi vatanimizning ismini Şinjan deb tushundimiz. Kurashda g'alaba qilish uchun bizning oldi bilan millat sifatida ruhiy qulluqdan qutulishimiz kerak. Ruhiy qulluqdan qutulish uchun fikir ve ong jihatdan yengilishimiz kerak. Bu yengilishda tilimizdagi so'zlarning iste'mol shaklini qanday roli bor? Dal bu noktada ijtimoiy tilshunoslik bizga javob beradi. Mushu savollarni ko'rdigan holda tahlil edib boramiz. İctimai tilshunoslik nima deganda, ijtimoiy tilshunoslik bilan jamiyatshunoslikning birleşişinden o'tirib chiqqan bir orliq fan. Bu fan tilshunoslik doirasida turib, til bilan jamiyatning munosabatini tadqiq qiladi. Farklı ijtimoiy muhitda nemishqa farklı so'z iboralarning ishlatilganligini bizga tushuntirib berdi. İctimai jamiyatning tilni ishlatish odatlarida ko'rilgan o'zgarishlarga qarab, bu tilni qo'llanadigan ijtimoiy jamiyatning milliy kimligidan uzoqlashib, qaysi tarafga qarab shakllanishga boshlaganligini bizga analiz qilib berdi. İctimai tilshunoslik dünyada 1960-yıllarda o'tirib chiqishga boshlagan. Bu ijtimoiy tilshunoslik psixologiyalik tilshunoslik, biologiyalik tilshunoslik, kompyuter tilshunosligi, uchrashuv tilshunoslik qatorliq fanlar bilan birlikda hayotimizda atalg'u sifatida o'tirib chiqdi va izohlanishga boshladi. Uyg'ur jamiyatida bo'lsa 1990dan keyin o'tirib chiqishga boshladi. Chunki biz o vaqtgacha nurg'un yillarimizni har xil siyosiy harakatlarda ziyolarimizdan ayrıldık, bilim bilan mashg'ul bo'lish fursati berilmadi. 90'lardan keyin ijtimoiy tilshunoslik Uyg'ur tilshunosligi ichida tilga erinib, izohlanib, borgan sari texmo cho'qilishib keldi. İctimai tilshunoslik, jamiyatshunoslik, insonshunoslik, millatshunoslik, psixologiya, coğrafiya ve tarixshunoslik qatorliq fanlar bilan bog'lanishli holda tilning ijtimoiy iqtidori va til qurilmasining ijtimoiy sharoit jarayonidagi o'zgarish qonuniyatlarini kuzatadi. Bir jihatdan til bilan jamiyatning o'zaro munosabatini tadqiq qilsa, yana bir jihatdan til bilan jamiyat qurilmasidagi o'rtaq o'zgarishlarni tadqiq qildi. Uyghur jamiyati istilo qilingan, ishg'ol ostida turayotgan bir jamiyat bo'lgani uchun butun siyosat Uyg'urlarga ziyon beradigan shaklda yurgizildi. Jamiyatning o'zgarishi mushu siyosat orqali jamiyat o'zgardi, jamiyatning o'zgarishi tilga ta'sir qildi. İctimai jamiyatning a'zolari butunlay uyg'ongan bo'lsa yoki farqli bir siyosiy muhitga ko'chgan bo'lsa, farqli so'z iboralar ishlatishi mumkin. Shunga tilning o'zgarishidan jamiyatning o'zgarishini bilib olib bo'ldi. Til bir ijtimoiy hodisa bo'lg'achqa, uningda ko'rilgan har xil o'zgarishlarni o'zining qurilmasi nuqtasidan tadqiq qilish bilan birga bu o'zgarishlarni keltirib chiqargan ijtimoiy omillarni nazarga olishga to'g'ri keldi. Ijtimoiy tilshunoslik da mushu nuqtada bizga tushuncha berdi.
biz qaraydigan bo'lsak, dunyodagi taraqqiy qilgan davlatlarga tillarining butun dunyoga yeyilayotganligini ko'ramiz. Bu nimadan o tilning nihoyatda kuchli, nihoyatda qonuniyatli bir til bo'lganligidanmi? Yo'q, o tilni ishlatgan ijtimoiy jamiyatning kuchligidan. Shuning uchun o til nihoyatda kam tarqaldi, davlatning kuchi bilan siyosiy bir kuchni orqasiga ektirib, hem taraqqiy qilmoqdi, hem umumlashmoqdi. Shuning uchun ishg'ol ostida yashagan millatlar o'zining tilini emas, ishg'oliyatchi davlatlarning yoki millatlarning tilini ishlatadi va bu har xil vositalar bilan majbur olg'a etiladi. Endi bizning tilimizdagi so'zlarning o'zgarishiga qarab boqaylik. Aslida biz bu yerda vaqt munosabati bilan temini kichiklatib faqat so'zlarni va ma'nosini tutdik. Aslida bu ijtimoiy tilshunoslikni ham ish emas tadqiq qiladigan. Bu yerda yeziq bor, bizning yeziqimiz qanchalik o'zgardi, Sovetlar birligi Türk xalqlarining yeziqlarini qanday o'zgartdi 20-asrning beshida va bu o'zgarishdan hozirgacha o'tirib chiqqan qanday qiyinchiliklar bor. Bular yana tadqiq qilishga tegishli muhim masalalar. Chunki o'xshash bir Chag'atay tili bilan kelgan asarlarni o'xshamagan o'ziniki yerlik og'iz bilan so'zlagan xalqlar bu tekstlarni o'qib tushunolmaydigan bir ahvolda keyin qanday bo'ldi? Yeziqning o'zgarishi bilan bir-birini tushunolmaydigan, o'quvni anglayolmaydigan, hatto so'zlarning ishlatilishi uzoqlashib ketdi. Masalan, bizga qaraydigan bo'lsak, bizning o'zimizning tilimizga 1947-yili Besligan elifba kitaplarga qarasak, nihoyatda yezilishi fonetiklik jihatdan nihoyatda qoidali so'zlarni ko'ramiz. Bu maktabdir. Bugun biz nima deymiz? Bu maktab. Bu yerda bizning tilimizning ma'lum qo'shimchalarning tushib qolganligini ko'ramiz. Bular ayrim bir tadqiqot temalari. Biz bu yerda so'zning, atalg'ularning tilimizda qanday o'zgarganligini va buni cemiyetimizden, bizden ideyimizden, emimizden, fikrimizden özgürlüş bilen qanday bağlanışlıklarını tılgalımız. 3 vilayet inqilabı bu bütün materyallarda şuna koydu. Biz bu terimden hata bo'lganligini bilishimiz kerak. Çünkü 3 vilayet inqilabı belki 3 vilayetni mustaqil qiladi shu sharoitda, lekin bu inqilab Sharqiy Turkistondan hamma rayonlarda elib bordi. O'xshamagan shaklda elib bordi. Qurolli kurash 3 viloyatda bo'ldi, ammo boshqa shaharlarda bu qurolli kurashga qo'llab-quvvatlash harakatlari bo'ldi. Lutfullah Mutallib va mushu sababdan o'ldirildi. Chunki Ushqunlar ittifoqi, Sharqiy Turkiston Ushqunlar ittifoqini qurganligi uchun va xalqni tashkillab qo'zg'olon ko'tarishga harakat qilayotganligi uchun Qashqarni hayotini ayırdı. Bundan keyin G'o'lji bilan janubdagi 6 shaharning yo'lini itratgan vaqtda nurg'un kishilar bu yo'ldan o'tishga tirishdi. Har xil vositalar bilan o'tganlar bo'ldi. Nimishqa shu 3 viloyat inqilobi bo'lgan rayon berib bu kurash qilmaslik uchun. Shuning uchun bu yerda 3 viloyat inqilobi degan atalg'u xato. Biz buni milliy mustaqillik kurashi deb bilishimiz kerak. Chunki bu faqat 3 viloyatning inqilobi emas, butun Sharqiy Turkistonning inqilobi. Nimishqa shu viloyat inqilobi deb oladi buni? Chunki bu mustaqillik kurashining kuchini ojizlatish maqsad. Ta'sirini ojizlatish. Bundan keyingi avlodlarimizning zihnida ashunaqlamda shu viloyatdagilarni bu tutgan shu kurash qilib qo'zg'olon qilgan to'p oxir bo'lmay yana mag'lub bo'ldi degandek bir tuval ko'rdigan bir slogani paydo qilish uchun buning ismini ashunda kichiklatib ishlatgan. Yana mushun bilan munosabatlik, masalan, bizning milliy qahramonlarimiz, mushu kurashga qatnashgan nurg'un milliy qahramonlarimiz bularni nima deydi? Olto'g'ri deydi. Olto'g'rilar, isyonchilar. Asli bular kimlar? Hayatını Uyghur xalqining mustaqillik uchun fido qilgan qahramonlar. Hammasi ismi elinmagan. Biz bularning ichida
ədəbi əsərlər bilan oturup çıxanların kimini biliriz? Rızvan Gül'ünü biliriz. Sevilmen muhallimden bu şərhlərinin tədqiqatları var. Bu şuna oxşaş. Bu yerda tilni ijtimoiy jamiyatga ta'sir qilishi mushu. Masalan, qahramonlarni olti o'g'ri degan vaqtda buni tushunadigan kishilar bu bizning qahramonimiz nemishqa olti o'g'ri deydi deb tushundi. Tushunmaydiganlar bilim darajasi to'van yoki pek dunyoda ancha ish yo'q, qo'zg'ab qo'ysa bo'ldi deb yuradigan odamlar, olti o'g'ri deydi, bular o'g'ri o'xshaydi deb tushundi. Shuning uchun bu yerda biz bu terimning ustidagi atalg'uning ustidagi maqsad muddani bilishimiz kerak. Onun degan Şinjan. Hozirgacha biz 2017-dan keyin bo'libmi, chet ellarda Şinjan degan ismni ko'p anglamaymiz. Buni yaxshi ahvol. Ammo yana Şinjan deb solganlar chiqib qoldi aramizdan. Bu Şinjan bizga haqoratning va ishg'oliyatning ifodasi. Şinjan. Ketkenligi üçün ismi Şinjan olub qaldı. Əgər bizim vətənimiz bizim qulumuzda olsa, onun ismi Şərq Türkistan bulandı, Uyğuristan bulandı, yoki başqa bir nəs bulandı, iş qilib Şinjan qo'maydi. Başqa bir isim bulatdı. Biz qandaq isimni xohlasak shuni qo'yatdik. Shuning uchun bu Şinjan degan ismni biz kunlik turmushimizdan, tilimizdan chiqarib o'tishimiz kerak. Bu yerda Şinjanning tarix bilan maqsadi uçurlar var. Vaqt münasebetinden ben bunu demayman. 1984'ten başlap. Ve vətənimizdə Şərqi Türkistan degan isimning cheklanishimi mushu sababdir. Çünki Şərqi Türkistan degan bir hukum bizga mustaqillikni, o'zimizning davlatimizning bor bo'lish imkonini, xiyolini berdi. Bu ijtimoiy jamiyatni ongli shaklda milliy mustaqillikka boshlaydi. Shuning uchun Şinjan degan ism shiddat bilan bizga bizim bilen her xil usullar bilen bizim işletilişimizge sunuldu. Bunun sebebi bu Şinjan degan isimni qabul qilsin ve özünün Xitoyning o'zgarmas bir parchasi, bir to'prog'i bo'lganligini ideya jihatdan, ong jihatdan qabul qilsin degan narsa. Shuningga bu terim atalg'u jamiyatning, xalqning, Uyg'ur jamiyatining düşüncesini ve fikir sistemini özgərtdiğandır vəqə. Onundaki balalarımızda Şərqi Türkistan'da birlikten vaxtımızda qanday xaritada yo'qkan bu degan bir sual çıxdı bəzida. Çünki vətənimiz işğal qılınğan. Şunun üçün və bu bizim Şinjan degan ismini ismga qarşı çıxışımızdan səbəblərdən biri. Onundan keyin bizim hayatımızda biz ve men degan so'zlarni ishlatish jihatdan farqli ahvol bor. Men doktora dissertatsiyamda Mamlakat fanining she'rlarini tadqiq qildim. Bütün so'zlarni chizib chiqqan vaqtimda 4370 so'z bor, 40 tip so'z bor, qo'shimcha olmagan. Bu so'zlarning ichida biz degan so'zni 123 qatam ishlatdik. Men degan so'zni 17 qatam ishlatdik. Keyin G'ayrat Kenja efendimning shu keyingi vaqtlarda 2010dan keyin to'rlardagi so'zlarni yig'ib bizning kunlik hayotimizda eng ko'p ishlatgan so'zlar qaysi deb tuzgan bir tizimligi bor. Unga qaraganda biz 45-radda, men 35-radda ko'rildi. Yine bizde umumning manfaatini o'ylaydigan ahvollar biraz varken degan gap. Bu bizniki balki 2009dan keyin milliy uyg'unish internet bilan milliy uyg'unish davriga keldik biz. Internetdan nihoyat ko'p, balki 2000-yildan keyin to'g'ri bo'ldi. Internet bizning hayotimizga kirgandan keyin nurg'un qimmatli asarlar, nurg'un ilg'or fikrlar to'rlarda o'rtoqlashib, yoshlar yenidan bir bunda albatta bizning qimmatli o'qituvchimiz Ilhom To'xtining nihoyat ko'p ko'pisi bor. Bu shu emekler bilan birga biz ömrümüz biraz o'tirib chiqishga boshladi. Bu yerda biz nimani ko'ramiz? So'z ishlatganda nimadan 17 so'z men bo'lsa 123 so'z biz bo'ladi. Chunki manfaatlarda
orqali erkinlikka erisha oladiganligimizni biladi va tunib ketgan. Men orqali emas. Agar men o'zimni ko'p gavdandirib, bu ishni men qildim, hech kim qilmagan ishni men qildim, men undaq dedim deydigan nuqtada turaversak, biz birlashamaymiz, ittifoqlashamaymiz, ishimizning unumi bo'lmaydi. Agar biz deyarsak, biz mana shuni qildik, biz bundaq qilamiz, bo'ldi, men shundan voz kechay, sen shundan voz kech, biz bo'laylik deyarsak, o vaqtda biz nurg'un unumli ishlarni qila olamiz. Biz buni ko'ramiz mamlakatning she'rida. Menning qutilishi biz qutulmay turib mumkin emas. Biz buni 2017dan keyin texim yaxshi ko'rdik. Men qutulolmayman. Agar biz qutulsak, o vaqtda men rahat yaşaya olayman, bizning o'z parchasi bo'lish suhbatim bilan erkinlikdan bahramand bo'la olayman. Agar men qutulsam, men Xitoyning imkonlaridan foydalanib vatanimga bora olayman. Men hech qanday siyosiy harakatga qatnashmayman. Men bayroq ko'tarmadim, men namoyishga chiqmadim, men qutulaman. Undaq narsa yo'q. Chunki ishg'ol qilingan vatanda qutulgan menlar faqat vaqtliq, ma'lum bir muddat ichida qutula oladi. Biz qutulmay turib, men qutulolmaydi. Men cho'qim bir pishganlikka uchraydi. Chunki u vatan ishg'ol qilingan. Ishg'oliyatchi hech qachon ularga ichag'irib, ularga erkinlik bermaydi. Faqat o'zining manfaatiga to'g'ri kelgan kishilarga berdi buni. Va vaqtda. Shuning uchun bu yerda bizning so'zlarni ishlatgan vaqtimizda butun jamiyatga ta'sir qiladigan terim ustidan men emas, biz deb turib ish qilishimiz lozim. Ekonomik xizmatlarni ko'zdan kechirish terimi bor, ya'ni atalg'isi bu biz chatlarda hozir xizmatlarni ko'zdan kechirish degan narsa yo'q. Biz safdoshlarimiz, biz buni erkin apanimdan yozmalarda ko'p ko'rimiz safdoshlar degan so'zni to'g'ri qo'llanilgan bir so'z. Biz erkinlikni yaxshi ko'radigan xalq bo'lg'achqa o'zimizningki boshqalar tarafidan boshqarishni qat'iy yaxshi ko'rmaymiz. Shuni to'xtamay yangi tashkilotlarni qurib, yangi jamiyatlarni qurib, o'zimiz bir ishlarni qilishga kirishimiz, bu tashkilotlarning boshliqlari boshqalarning xizmatini ko'zdan kechirmaydi, birlikda qiladi. Mo'rini mo'riga kirib, birlikda qiladi. Hammasi safdosh, bu so'zni ishlatishdan biz azal aylaylik. Bunun için aka ve ufka. Bu bizdeki singlim, aka, ufka degan qarindoshlik tuyg'umuzni kuchlantiradigan yaxshi so'zlar bu. Lekin bu so'z professional so'z emas. Ish muhitida professional emas. Agar biz deylikki bir professor var aramızda ama ondan 10 yaş çok bir çoğumuz var. Bizde çoğumlar hürmet gösteriyor. Şunlar ki umumlaşkan Uyghur cemiyetinden. Lekin o profesör şu işinki en üstüsü. Kuşkaş borsunu kasap keston diyen söz aşağıdan çıkan makalemizimiz. Bu çoğumuz hem de çoğumuz diyen kim de oturgaç çıkıyor. Aka da tuğan vakitte. Çünkü aka demek ben senin amma buyruğunu kabul kılman da kol bağlar turman diye mani kıldı. Fıkam oturma ise oturuşukta oturdu. Bunun için biz ziyaliler bununla baş bulup unvanı bağlardan unvanını işletişimiz gerek. Unvan demek okudu, bilim aldı, malum sahada şu sahanın söz sahibi diyenler. Mehmetcan bilen profesör, doktor falancı Ahmet Mehmet Ayşe Marcan'daydı. Bunların bir farkı var. Biz günlük hayatta aka, ufka, toda, kız, sınır, tutanız. Hepimiz Uygurlar. Lekin profesyonel iş hayatıda kimden unvanı olsa o unvan çok işletiliş gerek. Bu unvan başkalarının onunla hürmet kılışına, onun fikrini alışına belki faydası buldu da oylayman. Bir kemin oylaylı, bu kemide yolunu bildiren bir adam var, bilmeydiğen 40 adam var. O bildiğin adam küçük. Fıkran oturmaz, siz bilmeysiniz küçük olgen nemini bildi dese bu 40 adamlarımız bildi, doğru yolunu toparmayın. Şunak mı? Eğer onun bilginiye biz payı bulup, bu kişi bunu bildi, küçük olsun bunun sözünü
anlaylı desek, o vaxtda 40 adam tutuldu. Uyghur ziyalileri bütün Uyghur cemiyetini yeteklaydıgan motor. Türkiye Uyghur cemiyetine. Şunun için bu yerda ziyalilerden küçüge, tesirige, obrazıga noksan keltirdigan söz hareketlerini tilimizde işletişte dikkat kısa oldu. Rastgele kılsam diyen bir söz var. Bu sözlerimiz başlasa rastgele kısa. Yalğanımı bağımlıkta, Uyghur milleti yalğancımlıkta deganlar çıkıyor. Şunun için doğrusunu etsem, uçkunu desem, ko'nglimdagini desem deganlar sözlerni işlesek keladi. Unutgan ziyoli degan söz var. Bu ziyoli bizning lug'atlarimizda dinni o'qiganlar haqida bir narsa yo'q. Ziyoli işte fan o'qiganlarni ko'z tutgandek bir tushuncha berilibdi. Aslında dinni o'qiganlarimiz ziyoli. Yani bu yerda ziyolini fan o'qiganlarla dinni o'qiganlarni ayirib ikki guruh qilish Uyg'ur jamiyatiga ziyonli. Hammasi o bilimning egasi, o'zining sohasidagi bilimning egasi. Bizning vatanimizda ziyolilarni sessiz ziyoli deb qattiq jazolangan. Hammamiz bilamiz buni. Demiş bunday bo'ldi, ziyolining ta'sirini ojizlatish uchun 14-15 yoshdagi bolalar 1957dan 80gacha 14-15 yoshdagi bolalar qo'liga qizillatini taqib, qushlarni so'zlaydigan nimadan tushirib, bo'yniga taxta esib, haqoratlab, beshiga gezitdan shapka to'ni shaklidagi narsani taqib, shunaqa haqorat qilgan. Nima shunday bo'ldi? Ziyolilarning kuchi azalsin, ziyolilar Uyg'ur jamiyatini yetaklayolmasin deb shunaqa qildi. Dinni o'qiganlarni nimishqa qanday o'qiganlarga qarshi qildi? Kichikroq bir nima bo'lsa, qarshilik harakati bo'lsa, buni ashi dinchilar qildi deydi. Dinchilar qildi, mushlar musulmonlikni targ'ib qilish, musulmon jamiyatni, Uyg'ur jamiyatini musulmon qilimizda mushlar qisiyat qildi deydi. Aslida bu yerdagi ziddiyat nima? Tanlıqlar bilan dinliqlarning ziddiyati emas bu. İşgaliyatchi kuchni xalq bilan, Uyg'ur xalqi bilan bo'lgan ziddiyati. Lekin ular shu ishg'oliyat ahvolini davomlashtirish uchun va xalqni parchalab turib, o'zini qo'lda tutib turib, sumirib, hozirgi kunda qanchalik iqtisodiy qimmat yaratganini ko'rdik. Bizning chechimizdan tortib, a'zolarimizgacha, ishga a'zolarimizgacha. Ularning hammasini qila olish uchun qanday qilish kerak? Uyg'ur jamiyatining biri bo'lib turishi, bularga tahdid, uni parchalash kerak. Uning uchun deydiki, kichikroq bir qarshilik harakati bo'lsa, buni dinchilar qildi, buni islomchilar qildi, undan fan o'qiganlarni biz vatanda buni noyat ko'p yashadik. Shanba uxlatmay, uyda oilasidan vaqt o'tkazishga ruxsat bermay, ko'chalarda 10 metrda, 20 metrda bir chiqish kishi navbat turdi. Ve 2014 Anaq'tan bağımlılığından aşın köydüm. Bunun burnu var değil, ben birinci işler sağlıkından var değil. Yatakta şurunlar, onu kılınlar, bunu kılınlar. En küçük bir nesne bunu dinçiler kıldı. Aslında bu dinçilerin işlemez. Bu işgalına karşı bir küreş. Lekin bunu ziyolilarga dinçiler kıldı edip, ziyolilarning normal turmuşunu yaşashga ruxsat bermaydi. Halbuki ular nimdaydi? Mushu bizlar jim o'tirgan bo'lsa, biz rahat işimizni qilib, maoshimizni ilib, turmushimizni kechirib turibdi. Bu yerda bizning bilishimiz kerak bo'lgan narsalar dinni o'qiganlarimiz ziyoli, fan o'qiganlarimiz ziyoli, bu milliy kurash har xil shaklda ilib berildi. Tilimizni to'g'ri ishlatish buning bir qismi, fan o'qiganlar bilan dinni o'qiganlar bir-birini rad qilmaydi, bir-birini yomon ko'rish kerak emas. Hammasi o'zining ishonchi bilan, o'zining ishi bilan, o'zining kasbi bilan mashg'ul bo'ldi. Ammo kurashda biz bo'rini mo'riga kirib, birlikda kurash qilamiz. Bu yerda yana bir narsani qo'yay. Milliy ma'rifning bizning bundan keyingi hayotimizda, mavjudimizni qo'g'dashda, kuchlanishimizda va vatanimizni qaytadan qo'limizga erishda milliy ma'rifning kuchi nihoyatda muhim. Bu yerda milliy ma'rifni kuchlantiramiz, bolalarimizni ona tilimiz bilan tarbiyalaymiz. Maqsad shu, ammo bu maqsadga mang'an yo'lda har xil ideologiyalarning ta'sirida bolalarimizga farqli ideologiyalarni
üretken farklı gruplar şeklinde bu cemiyetini biz bir güç kılamayız. Şunun için biz ana tül mektepleri, ana tül kursları, her xil milli maarifler münasebetli kuruluşda iş edip bakan vaktimizde məqsədimiz dində okuyan ziyalıların, kəndə okuyan ziyalılarını düşmən kurduğun evlat yetiştiriş emas. Kəndə okuyan ziyalılarını mala, dincilər, bunların ki, nimsi barmanlar, faaliyetleri barmanlar, ya olmasa bunlar keşkçaşın dinliden de tuvaldı ve bu şekilde evlat yetiştiriş emas. Bizim məqsədimiz həmmisini Uyğurluqlu ve Müslümanlıqlı birlikte jugurulğan halette yaşaydığan ve bizim əsli kimlikimizden Müslüman Uyğur ikənligini bildiğen evlatlar yetiştirir. Şunun için biz başka farklı ideologiyalarını sındırmasıdır, milli olan medeniyetimizin sındırışımız gerek. Rahmet.